Yo'q, to'y bizda faqat bizda emas, bizda ham zo'r to'ylar bor. Bizanikilar holva, bizani to'ylar. Misol uchun Hindistonlik ana boylarning to'yini ko'rsang, umuman boshqacha. Bizanikilar hali men filda kelganini ko'rmadim. Shuni bekor etdingiz, shu ham modaga kirib ketadi endi Botirga. Ertob modaga chiqib ketgan-ku hozir. Ertob modada birinchi navbatda ertob bo'lyapti. Qur'at to'g'ri aytganda, oxir afsus degan bu narsani. Bu sun'iy intellekt ham hali holva, vaqt intellekt hali etalon emas, hali bu predel emas. Hali undan keyin ancha-muncha narsalar chiqadi hali. Birinchi samolyot paydo bo'lganda oldin halokatga uchraydi. Oldin sinovdan o'tadi, boshqadan o'tadi. Yo. Hozircha sodda deya olmayman xalqingizni. O'sha hamma sohiba aql hozir Abduvohid. Obidni rassomligini bilaman. U Surikskiy akademiyada o'qigan, o'zini Benkiflarni bitirganini, yaxshi rassom edi Obid aka. Unda qarasam, Sobit akam keldi, Obidni qaradi. Yetdi, bo'lishi mumkin emas. O'xshaydimi Obid Sobit akamga desam? Voy dedi, adin kadam dedi. Masalan, otasi aktyor, onasi aktyor bo'lib 15 yil yurib, kelajakda shundan yaxshi aktyor chiqishi mumkin. Sababi mana shu qozonda qovurilgan. Vaguriy bo'lganda ham juda chiroyli vaguriy. Akazitsa keyin men tushundim buni mana hayotda. Hozir ham shu narsani yo'lga qo'yish kerak ekan. O'shaning uchun ko'proq kuzatish kerak. Hali hozir san'at institutida unaqa narsalar yo'q-ku. Kim nimani kuzatyapti? Hamma telefonda-yu, hamma telefon kuzatib o'tiribdi. Bozorga kirsa bizani ko'radi, artistda pul ko'p deydi. Divayno narx otadi. Shundan biroz xafa bo'laman, nega unaqa? O'z-o'zidan yana er-xotin mavzusiga qoldi. Eng zo'ri ham o'zi er-xotin mana. Alisher Navoiyning yubileyi bo'lgan mana. Buyuk Ipak yo'li to'yxonasida. Nima bo'pti bu yerda degan. Bilmayman, yubiley bo'lyaptimi degan, o'zitijiga ham bilasizlar, farqi yo'q. Ular hal davron olib borayotgan odam navbat berib yuborgan ali qizga. Qiz ham shunday chiqqanda assalomu alaykum degan, Alisher akam bilan kelayim qo'sha qarasin, hammani raqsga degan. Yoshdan boshqa. Savobi menga tegadi-yu ekan. Tobutni ko'tarishga 6 ta erkak yetadi ukan. Lekin tobutga bitta erkakni joylab qo'yish uchun bitta ayol yetadi ukan. Nozik masalaga tegmas Botir aka. Yo'q, men nozik masalaga tegyapman. Tegmayapman men. Nimaga unaqa qilasan? Xolasanglar olib qo'yinglar, xolasanglar kesib tashlaylar. Menga farqi yo'q. Assalomu alaykum azizlar. Mana yana sizlar bilan birga hamma ish shart emas. Bugungi ajoyib suhbatimizni ajoyib mehmoni, ajoyib inson, ustoz, san'atkor, so'z ustasi Botir aka Muhammadxo'jayev. Xush kelibsiz aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Barchaga bizlarni tomosha qilib turgan, ko'rib turgan muxlislar, ukalar, singillar, opalar, onaxonlar hammalarga xayrli kun demoqchiman. Endi Abduvohid meni shogirdim, ham bu yigit nimaga chaqirdi men bilmayman. O'zi nima haqida gaplashmoqchi bo'lar, nima demoqchi bo'lar, bilmadim. Nimaga chaqirding vaqt meni? Endi bir o'tirib, dardlashib, gaplashib o'tiramiz. Bu nima deydi? Bu ko'rsatuv nomi nima deydi endi bu? Hamma eshitish shart emas. Hamma eshitish shart emas. Eshitmay qo'ya qolsin hech kim hech narsani. Nima kerak? Hamma eshitish shart emas. Yo, endi eshitadiganlar eshitadi. Endi bu hali zamonan tilda aytgani bu podkastda endi shunaqa. Podkastmi yo pastkashlikmi nima? Podkast. Guring, suhbatlashib o'tirish. Yo'q, men bitta narsani hech tushunmayman-da, yigitlar qaranglar. Yig'ilib olasizlar-da, gaplashib o'tirasizlar. O'zi nima bilasizlar hayotda? Men masalan hech narsa bilmayman. Sizlar nima bilasizlar? Nimani gaplashasizlar? Yo, endi masalan bir narsada men hozir bitta narsani aytib ketay. Hozir bekorga Botir akam bu gapni gapirayotganlari yo'q. Sababi Botir akam kitob o'qishni juda ham yaxshi ko'radilar. Uyingizga mana birinchi marta borganimda kelganlarda olib kirib, hovlilarda bir xonaga olib kirganlar. Shu xonada kitoblar, o'zlarining ijodxonalari ekanda bu kitoblar. Keyin shu nuqul aytadilar, kitob o'qish kerak, kitob o'qisang ko'p narsani bilasan. Men hozir bu yoqqa kelganda ham birinchi bo'lib nimani oldilar mana kuzatib. To'ksilar turganmi kitob bilan olib bundan qarab chiqdilar-da. O'shanga aytadilar, o'zi nima bilasizlar deb, o'shang bir donishmand aytgan ekan, qancha o'qidim, lekin hech narsani bilmayman deb. O'shanga o'xshab Abduvohid endi qiziqdi, dunyo odamlar nima biladi? Mana misol uchun men ham biz hech narsa bilmaymiz.
qayerda kim nimadir sinovdan o'tkazyapti, qayerda kimdir nimadir qilyapti. Lekin ko'chaga chiqsang, odamlar hamma narsani biladi, hammada farosat bor, hammada aql vij-vij, hamma bilganday, ko'rganday gapirib yuraveradi. Men u gapni bekor gapirmadim, sababi aytadiki, o'sha qaniydi deydi, insonlar deydi, o'zi bilgan narsasi haqida gapirganda deydi. Dunyoda shunaqangi jimjitlik hukmron surardiki deydi. Mana shu pashsha uchayotganini bilinib turardi. Undan ko'ra 3 kishi, 4 kishi yig'ilib olib, jim o'tirsak, deb pashshani ushirib qo'ysak, qilib tursa, necha minutda asabingga tegadi shu pashsha uchgani. 1 minutga bormay, yo'qotay ana unda borasan-da. Shunaqa o'shaning uchun endi odamlar nima bilasizlar? Sen biladigan narsang faqat shu nima deydi? Abdurahmon ota to'yxonasida necha kilo osh davlayotganini bilishing mumkin. Uni ham to'yning egasini kimligini bila olmaysan. To'yning egasi bo'lib eshmataka chiqib turishi mumkin eshin deydi. Mana to'plarni kiyib olib to'yxona oldida bek bo'lib, lekin u to'yga xarajat qilgan odamni ham sen bilmaysan buni. Orqasida kim turibdi, nima turibdi? Odamlar bilgan narsasi haqida gapirsa zo'r bo'lar edi. Men hali kitob haqida gapiryapsan. Men hali kitobga o'tmayapman, adabiyotga o'tmayapman. Dunyo adabiyotini ham misol uchun ko'p san'atkorlar bilmaydi misol uchun. Dunyo adabiyotini ham bilmaydi. Nemis klassikasini ham bilmaydi, italyan dramaturgiyasini bilmaydi. Dunyoda shunaqangi asarlar, zo'r asarlar borki, bizanikilar bundoq qaraydi, eng zo'ri shaytanat deb o'ylaydi. Men hali Pirandellolar haqida, Edoardo de Filippolar haqida, Domenico Sarianalar haqida gapirayotganim yo'q. Men oddiy Said Ahmadning asari Ufq deymizmi, jimjitlik romani deymizmi? Borayin bizanikilar kitob o'qiganmisan desa, ha, o'tgan kunlarni o'qiganman deydi. Ya o'tgan kunlar ham o'ziga xos roman, o'ziga yozilgan o'zbek romanchiligining asoschisi, lekin afsuski undan ham zo'r asarlar bor. O'sha bilan raqobatlashadigan, undan ham zo'r asarlar bor. Nima bilamiz biz? O'shaning uchun nima haqida gaplashamiz deb so'radim. Afsuski biz hech kim hech narsa bilmaydi-ku. O'zi, lekin biza, yo'q, men siz gaplaringizni tushunyapman. Ya'ni men o'zi aytmoqchi edimki, bugun o'zi har gal biz mavzu olardik-da. Xo'p. Orada har xil tema mavzulardan gaplashurlar. Endi men aytmoqchi edim, bugun bir to'ylar haqida, mana hozir to'ylarimiz haqida ozgina bugun shu niyat qiluvdik shunaqa gaplashish. To'ylar haqida nimani gaplashish mumkin? To'y? O'zbekchilik to'ylar haqida. Men to'y haqida bilaman, nima deb aytsam bo'ladi? To'y haqida. Mana misol uchun men yoshim hozir 64 ga qarab ketayotgan bo'lsam, men bitta narsani bilaman, to'ylar haqida har yiliga bo'lsa agar 64 ta qaror chiqqan bo'lsa, birontasini ijrosi bo'lmagan. To'yni xalqni o'zi belgilaydi. To'y bu bozor. Bozor. Misol uchun to'yda ayollar o'sha nima deydi, ammalar, xolalar qizlarini bozorga soladi, o'g'illarini bozorga soladi. Shu to'ydan ko'pchilik bir-birini baxtini topadi. To'y bu katta bozor. To'yni bir kishi qiladi, Abduvohid, undan 500 ta odam tirikchilik qiladi. To'g'ri. Sababi to'yni bitta odam xarajat qiladi. Pul bitta odam cho'ntagidan chiqib ketadi. Lekin videochisi bormi, karnay sunnagi bormi, shu mashinada korteji bormi, kelin ko'ynagi bormi, kuyovni kostyum shimi bormi? Oxirida shu to'y tugagandan keyin ikkita non manta, bir ikkita tarilka salat qoladigan bo'lsa, ofitsiant olib ketishi mumkin. Shu meni nasibam ekan. U ham borib bola chaqasiga yediradi. To'y bu shunaqa. Endi hozirgi kunga kelib, to'y juda katta biznesga aylanib ketdi. Men shuni taxminan bir 30 yildan keyin, 35 yil, 40 yil oldin yaqin bo'lsa kerak, Hindistonda ko'rganman. Mana shu hozir mana kelin kuyovlar uzatadigan bo'lsang, uylantiradigan bo'lsang, eshik tegini yasatilishlarini, keyin to'ylarda hozir bir narsa modaga chiqdi. Shu kelin kuyov o'tiradi, kelin kuyovning orqasiga chiqib, hamma amma xola, uydagilar, ota-onalar turib olib rasmga tushishadi. Men o'shani bir 40 yil oldin ko'rganman Hindistonda. Rahmatli Obid aka bilan Haydarobod shtatiga borganimizda, o'sha Amitabh Bachchanlar o'tiribdi, rahmatli Hoji akam Nurmatov, Hoji Akbar akam Nurmatov bor, Sanjar akam Sa'dullayevlar bor, Said Rametovalar bor edi, Fathulla Mas'udov bor edi, Xudo rahmat qilsin o'rtog'im. Shular bilan ko'rganmiz, Prasad filmga kino bilan borib qolganmiz. O'sha yerda Dehlidan taxminan 25 soat ochuv poyezdda ketganmiz o'sha. Alamatusi yanga qilib hali ochuv poyezdda ketganmiz-da Hindistonga demoqchiman. To'y shunaqa narsa endi ukam. To'y bu katta biznesga aylanib ketdi hozirgi kunda.
lekin hech qayerda bizadagi to'ylar bo'lmasa kerak, o'zbeklar Hozir sizlar to'y deganda finalga o'tib ketib qoldinglar-da, Botir aka. Yo'q, to'y bizda faqat bizda emas, bizda ham zo'r to'ylar bor. Bizanikilar holva, bizani to'ylar. Bizni davlat o'zbeklar qiladiganidagi yo'q bo'lsa kerak. Yo'q, kechirasiz. Hozir aytayotgandek, faqat osh o'zbekda bor, boshqa xalqda osh yo'q deganga o'xshagan gap bo'lyapti, seni gaping. Unaqa bo'lmaydi. Har bir millatda, ellatda o'zini oshi bor. Chunki sababi dunyoda eng ko'p yeyiladigan bu guruch. Nondan ham ko'p yeyiladi. Arablarning o'zini oshi bor, Ozarbayjonlarning o'zini, Xitoyning o'zini oshi bor. Nemislarning o'zini oshi bor. Yevreylarning o'zini oshi bor, o'zbekning ham oshi bor, lekin shularning ichida eng haligi mazalirog'i katta qozonda qilinadigan endi shu o'zbekning oshi. O'shaning uchun osh o'sha haligi ro'yxatga kirgizildi, UNESCO ro'yxatiga kirildi. Lekin guruch xuddi shunga o'xshagan to'y ham hamma millatda, elatda bor, to'g'ri. Ruslarda 25 kishi, bitta bodring, go'rka bo'ldi, o'tib ketadi. Misol uchun Hindistonlik ana ko'rsang, boylarning to'yini ko'rsang, umuman boshqacha. Bizanikilar misol uchun hali men filda kelganini ko'rmadim. Ya Botir aka hozir kuyovni misol uchun kelinnikiga. Men Hindistonda ko'rdim shuni, filda kelganini, oqatda kelganini ko'rdim. Shuni bekor aytdingiz, shu ham modaga kirib ketadi endi Botir aka. Nega modaga kirib ketadi? Filda kelish. To'y deganingga bir joyga Sirk TVda ochib o'qitadi bir joyga to'yga kirdimda, shu to'yga yuradigan paytim. Hozirgi yurmayapman to'yga vaqt. To'yga kirdimda, menga Rashid Xoliqmi kimdir ashula aytayotgan ekan. Menga navbat berdi. Men shunda chiqdim, sahilda mikrofonni shunda qo'limga oldimda, kelin kuyovga shunda tikilib qoldim. Meni nazarimda bir 10 minut tikilib qoldim, pauza bo'lib qoldi. Balkim 1 sekunddir, balki 10 sekund qarab qolgandirman. Lekin meni nazarimda bir 10 minutcha turib qolgandek bo'ldim. Menga nimasi qiziq tuyuldi, bilasanmi? Kelin kuyovga shunda qarasam, kelin kuyovning ikkita chetida qizil ishton, tepasida yalang'och, boshida Alovdin sehrli chiroq kinosiga o'xshagan uzun mamlaqa salla kiyib olganda, ikkita yigit kelin bilan kuyov taraf turib, mamlaqa yelpib turishibdi. Keyin oradan bir 40 minut o'tdi, 1 soat o'tdi, to'yning oxiriga kelishib qolganda, men bunday qarasam, hali ikkita bola, bittasi stul tagida dumalab yotibdi, bittasi ichkarida hali ofitsiantlar bilan nima ichkarida yuribdi, hali osh-ovqatlar orasida yuribdi. Bu ham to'y mana, o'zbek, bizani o'zbek ko'pincha haligina to'yja unaqa vajniy narsa emas. Men shunaqa deb hisoblayman, to'y juda vajniy narsa emas, juda vajniy narsa bilasanmi nima hayotda? Shu ikkita yosh bir oila qurgandan keyin 1 yil yashab, 2 yil yashab, 3 yil yashab, bir-birini tushunib, o'rtada farzand paydo bo'lsagina, ana bu vajniy narsa. O'zi ikkita yosh bir-biriga qo'shdan maqsad ham shu aslida yaxshi bir nasl olish. Shuni o'sha Amir Temurlar surishtirib bekorga yetib shuni surishtirib olib bermagan. Tushunyapsan? O'shaning uchun yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohlar ham taqiqlangan. Chunki ko'pchilik ammamni qizini olaman, xolamni qizini olaman deydi. Yo'q, bu noto'g'ri narsa. Shuning uchun begonadan quda qilish kerak, begonadan qiz olish kerak. Tagi zotini surishtirib boshqa. Shunda sen toza nasl olasan. Mana qushchilardan so'ragan, qush boqadigan, kaptar boqadigan, tut qush boqadigan so'ragan, parasini bir-biriga qo'shadi. Tanlab qo'shadi. Lekin afsuski u ixtiyor senda ham emas, menda ham emas. Tushunyapsan? U yoshlar o'zi tanlaydi, o'zi qo'shiladi, o'zi boshlaydi hammasini. Keyin oxirida siz aybdor, siz gap aytuvdingiz, oy sizni gapingiz bilan men shu ish qildim deydi. Kattalar aybdor yuraveradi. O'sha to'ygacha tanlash katta ish bajaryapti-da. Nuqul kelin taraf hozir tanlayapti kuyovni. Yo'q, tanlayveradi. Hozir ertob modaga chiqib ketgan-ku. Hozir ertob modada birinchi navbatda ertob bu yotibdi. Hamma yigitlar hammasi qopqonga tushadi, borib o'zi aytadiki, bo'ydo yashasammikin, o'ylansammikin desa, aytadiki, bo'ydo yashab rasvo bo'lgin, yo bo'lmasa xotin olib azob chekkin deydi. Qaysi birini tanlaysizlar? Bunaqasiga Suqrot to'g'ri aytganda, oxiri afsus degan bu narsani. O'ylansang ham afsus, o'ylanmasang ham afsus. Mana shu joyda narsa aytmoqchiman. Botir akam kichkina aforizmlarni yaxshi ko'radilar. Aforizmlarni kerak joylarda, kerak nuqtasida uradilar-da. Shunaqa joyda nima qiladilar? Yo, o'zi aforizm nimaga aytadi? Aforizmda o'zi kichkina bir asarni aforizm deydi. Misol uchun butun boshli katta bir roman kitob, misol uchun 5 tomli yo 3 tomli kitob degin, 3 tomli kitobni ham baribir aytmoqchi bo'lgan gapi bitta kichkina aforizm. Lekin orasida kirdi, chiqdi, oyoqqa ketdi, Aroboydan keldi, ketmoni yelkasida edi,
raisga qarab mig'ida kuldi, palonchipa tekshirgani keldi, u qildi, qildi, aylantirib voqealarni olib keladi hikoyachilar, yozuvchilar boshqa, lekin baribir alal oqibatda pravardida gapirmoqchi bo'lgan gapi kichkinagina bir aforizm. Aforizm o'shaning kichkina bir asar u. O'shaning uchun aytadiki, so'zga torlik deydi, fikrga kenglik kerak deydi vaqt. Tushunyapsan? Qancha so'zing tor bo'lsa, ayniqsa u san bilan meni sohamga tegishli, qiziqchilik sohasiga tegishli. Tushunsan? O'shaning uchun men ko'p shogirdlarga ham aytamanki, so'zing tor bo'lsin, fikr keng bo'lsin. O'shaning uchun men ruslarning yumorida boshqacha. Ular bitta gapni shunday gapirib qo'yadi, zalga tashab qo'yadi. Yarim soat, 20 minut kulgi bo'ladi. Tagida ma'no bor. Ha, tagida juda katta ma'no bor-da. Ana o'shanaqa bo'lish kerak o'zi aslida. Lekin afsuski bizda unaqa yozuvchilar yo'q-ku yozadigan. Uning uchun bilasan, qanaqa odamlar bo'lish kerak. Voy o'shaning uchun bitta aforizm qidirdim. Yani kelib qoldi bitta. Deyishdi, shu Botir aka aforizmlarni yaxshi ko'radi, o'shanga kelib qoldi. Hech qachon deydi, xunuk, badbashar odamlar mushtlashmagan. Chunki uni yutqizadigan narsasi yo'q deydi. Qisqagina narsa, lekin mana shunga o'xshagan narsalar-da. Yo'q, chiroyli aforizmlar ko'p, chiroyli gaplar ko'p. Men ijtimoiy tarmoqda ham faolman vaqt. Juda ko'p narsalar qo'yib turaman. Aniqli ham bir narsa qo'ydim, juda katta prosmotr bo'ldi. Misol uchun men bunaqa dedim, xafa bo'lgan ayolni dedim, qaytarib olib kelsa bo'ladi dedim. Lekin dedim, hapsalasi pir bo'lgan ayolni dedim, hech kim qaytarib olib kela olmaydi dedim. Rostdan ham shunaqa-da. Ayol o'zini baxti uchun kurashadi. Alal oqibatda shu erkak agar hech narsa chiqmasa, hapsalasi pir bo'lsa, bo'ldi, o'sha boray deydi, o'sha kechirasiz mahalla raisi tugur, uchastkovoy tugur, otasi tugur, onasi buvstirilib kelib aralashganda ham u ayolni hapsalasi pir bo'lgan o'sha. Uni qaytarib olib kelish juda ham qiyin ekan. Mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda deyapsiz, ijodkor institutda oliygohda o'qirdi. 5 yil, 6 yil o'qirdi, keyin ustozligi shogird tushardi. Ancha yil, xullas yillar davomida bir ijodkorga aylanardi-da. Hozir endi mana telefonda oddiy har xil qiluvlarni qilib ham shuni tanilib ketyapti. Bu narsalar shart emasmi? Qarang, institut o'qish yoki bo'lmasa bir qanaqadir bir ustozligi shogird tushib, bunaqa yo'llarni bosib o'tish shart emas bo'lib qoldimi? Qanaqa bu masalan, ovatida qanaqadir qilyapti, chiqyapti, vayin-payin qilishyapti masalan. Endi zamonasiga yarasha bo'lyapti, lekin baribir o'qish kerak. Ustoz ko'rish kerak, usiz iloji yo'q. Endi sen aytganda o'sha 4 yil, 5 yil institutda o'qiganda ham hamma ham o'qiyvermaydi vaqt. O'sha muhitning ichida qovurilib yuradi. Misol uchun yaxshi aktyor bo'lish uchun, misol uchun o'sha teatr muhitida katta bo'lgan bo'lsa, qani endi zo'r bo'lardi-yu. Misol uchun otasi aktyor, onasi aktyor bo'lib, bolasini bog'chaga bormasdan o'sha teatr ichida yurib, hamma muhitida katta bo'lsa, o'sha yerda bir 15 yil yurib katta yigit bo'lib yetishsa, kelajakda shundan yaxshi aktyor chiqishi mumkin. Sababi mana shu qozonda qovurilgan. Vaguri bo'lib ketadi, oshpazdan tilda aytganda. Vaguri bo'lganda ham juda chiroyli vaguri bo'ladi. Tushunyapsanmi? Lekin ham umuman oliygohda o'qish kerak, o'qimasdan iloji yo'q. Hech bo'lmasa oliygohni o'sha bibliotekasiga kirish kerak, ma'lum bo'lgan kitoblardan o'qish kerak. Lekin afsuski hozirgi yoshlar u ishni qilmaydi, chunki sababi qo'lda telefon, faqat telefon tutadi. Lekin bu telefondan ham ko'p narsa foydalansa bo'ladi. Afsuski, ko'p yoshlar bundan to'g'ri foydalanmaydi. Hammasi 18+, flash, mana shunaqalarga qiziqadi yoshlar. Lekin o'sha yerda mana Chingiz Aytmatov gapi, o'sha buyukligi ham shu yerda yozuvchiligini juda chiroyli aytgan, borib degan, o'sha asrga tatigulik asarida aytgan Sobitjon degan obraz bor. O'sha obrazda aytadi, sizlar shaharga boringlar, hali deydi, shaharga bormagansizlar, sizlar qishloqlar deydi. O'tiribsanlar deydi, Boyqo'ng'irda deydi. Boshqa deydi, mening qo'lim deydi, temirni ko'ryapsanlarmi deydi. Mana shu temir deydi, borib odamni yeb qo'yadi deydi. Rostdan ham o'sha men bu 80-yilda o'qiganimda aytyapman. Mana shu temir zamoni keldi. Mana shu temir ko'pchilik odamlarni yeb qo'ydi. Yeb qo'yganlarni o'zing ham ko'rding mana. Mollaring katta, to'g'rimi? Qancha oilalarni buzib yubordi, qancha oilalarda shunda naqa bo'lib ketdi, buzilib ketdi, o'tib ketdi, boshqa qildi telefon deb. Sekin-sekin mana shu telefon yeb qo'yyapti. Qanchasi hali telefonga chiqib ketdi sharmanda bo'lib, qanchasi infarkt bo'ldi, qanchasi u bo'ldi, qanchasi shantaj bo'ldi. Hammasi mana shu telefon orqasidan. Shuning uchun telefon chiqdi, balo chiqdi deydi-yu. Xuddi shunaqa narsa. Mayli bugun sizlarning podkastingizga kelib
bu yerda hali hamma ko'rish shart emas degan kelib men bu yerda aqllilik qilmoqchi emasman. Lekin men shaxsan o'zimning fikrlarimni aytyapman xolos. Meni to'g'ri tushunadi degan umiddaman tomoshabinlar. O'zim fikrlarimni aytyapman xolos. Bu meni fikrim. Bu Instagramda 128 mingta podpischigingiz bor ekanda. qancha? 328 ming. 328 mingta. Lekin ma'lum bitta kontentingiz yo'q ekanda, Botir aka. Bu shunchaki hayotda bo'layotgan voqealarni qo'yib borish uchun qilinadi. Ma'lum kontent deganda nimani nazarda? Masalan, bitta yo'nalishda ketadi bir xilda. Men bitta yo'nalishda kontent qiladi. Masalan, o'shanda har anaqasi o'shani olib boradi-da. Yo, to'ppa-to'g'ri-yu, lekin hayot bir xillikdan iborat emas-da. Hayot har xil. Mana bugun ertalab ko'zimni ochdim, turdim. Bugun sizlarning studiyalarda bo'lib qoldim. Bu studiyada bo'lmasligim ham mumkin edi. Sizlar bilan ko'rishmasligim mumkin. Mingta hayotda haligi oldingizga mingta to'siqlar chiqadi. Birdan hozir bir narsa bo'lib qolib, yo birdan xabar kelib qoladi, yo mana bitta zarli ish chiqib qoladi. Uzr Abduvohid, men bugun bora olmayman, boshqa kunga ko'chirib yuborishim mumkin. Bu kontent ham xuddi shunaqa narsa, lekin men bir paytda bir xillikni yo'lga qo'ydim, o'sha hali moziga sayr degan bir tematikani yo'lga qo'ygan, lekin tomoshabinga yoquvdi. O'sha qadimda o'tgan ustozlarning hayotida, o'sha Shukur Burxonovdan tortib, G'ani Azamdan tortib, Soyibxo'jayevdan tortib, Hamza akamdan tortib, u yog'i mana Muhriddin Xoliqov, Obid, hamma Hasan akamgilar, Ergash akamgilar, umuman san'atda ijod qilgan odamlar haqida gapirib keldim. Uni ham yaxshi ko'rishdi. Lekin men bilasanmi, bu yerda Instagramda o'zimni qanaqaga o'xshataman. Instagramda qilayotgan har xil naqalarim ilgari bizning yoshligimizda ko'chamizga eshak aravada sharabara kelardi. Butun mahallani bolalari yig'ilib chiqardi. Sharabara desa ikkita ichida lo'limi, bitta xotinmi, erkakmi o'tirardi, loy shutaylar bo'lardi, sharlar bo'lardi uning ichida, to'nog'ichdan tortib nima xohlasang shu sharabaning ichida bo'lardi. Ko'chma do'konida endi bu o'sha payt yoshligimizda sharaba ichida bodrog'i bo'lardi, boshqasi bo'lardi. Sharabara kirdimi mahallaga, tamom, hamma bola uyiga yugurardi. Kim butilka olib chiqib butilkaga berardi. Kim butilka olib chiqardi, kimni puli bo'lsa 10 tiyin, 20 tiyin olib chiqardi. Magazin kelardi. Unaqa hozir ko'chadagi supermarketlar, mana bunaqa ko'chani hozir har bitta qadamda bunaqa yoyma narsalar yo'q edi. Tushunyapsan? Men shu kontentlarimni sharabaraga o'xshataman. O'shaning uchun bilan balkim ko'rimlidir, men bilmadim. Aytyapman, men o'zim inson qilayotgan ishini o'zi bilmagani ma'qulroq. Men shunaqa deb hisoblayman. Sababi agar sen mana rassomlarda shunaqa narsa bor. Agar haqiqiy rassom bo'lsang, mana shu odamning portretini chizgin desang, u chizish uchun soatlab, kunlab, oylab qo'rqib o'tiradi. Bilasanmi nimaga qo'rqib o'tiradi? Sababiki shuni buzib qo'ymasmikin men. O'shancha o'tirib qalamda burnini o'lchaydi, qoshini o'lchaydi, u yog'ini o'lchaydi. Chizuv tortgani qo'rqadi rassom. Tushunyapsanmi? Rassomlikni bilmagan odam shunda oladi, bunday qaraydi, bunday qiladi, tirs chizadi. Bo'ldi. Qarasang, "Vau" deysan. Shu bilmagan ham ma'qul. O'shaning uchun san'atda ham, umuman ko'p sohalarda ham shu sohani bilmagan odamlar yuribdi. O'shaning uchun ham balki ko'pchilik shu o'xshayotgandir. Balki. Men shunaqa deb tushunaman. Kim nima deydi demasdan. Men chunki sababi bu ishni nimadan xulosa qilyapman? Samarqandda Sovetobod degan joy bor. Samarqanddan o'tganda shu yerda bir katta dvorets saroy bor ekan, shu yerda konsert beryapmiz. Rahmatli Sobit akam bor, Obid bor. Bir mahal shu sahna bo'lsa, mana shu sahnaning orqa tarafida rassomlarning to'garagi bor ekan. Rassomlarning to'garagi bor ekan. O'sha rassomlarning qog'oz, qalam, kraska, qalamlari, vatmin katta oq qog'oz hammasi turibdi. Vidima ishlab turgan to'garak u. O'sha kuni biz kelganimizga endi hamma chiqib ketgan bo'lsa kerakdir-da. Obid sahnaga chiqib ketdi, konsert gapiryapti, konsert. Men shu turdim, u yoqqa o'tdim, bu yoqqa o'tdim. Obidning rassomligini bilaman. U Surikivska akademiyada o'qigan, o'zini Benkovlarni bitirganini, yaxshi rassom edi Obid aka. Lekin bir mahal men bitta qalamni oldim-da, unda qarasam, Sobit akam nimadir gazetda o'qib o'tiribdilar. Sobit akamni olib shuni bir chizaymikin-da, men hazil tariqasida chizyapman. Unda olib men ham Obidga o'xshamda burnini o'lchadim, quloqini o'lchadim, chizig'ini bunday tortdim, bunday qildim. Bir chizgan masalan bir 12 ta chizuv chizdim-da. Unda qarasam, Sobit akam rasmda. Sekin bunday burib qo'ydim bu yoqqa. Obid gapirib bo'ldi-da, Sobit akam sahnaga chiqib ketdi. Obidni chaqirdim bu yoqqa, og'ayni, men buni ko'rdim. Bunday keldi, Obid bunday qaradi. "Yetdi. Kim chizdi buni?" dedi. Aytdim, "Men chizdim" desam, "Bo'lishi mumkin emas" dedi. Aytdim, "O'xshaydimi Obid Sobit akamga?" desam, "Voy" dedi, "Adin qadam u" dedi. Aytdim, "Nima sababdan bunaqa bo'lib qoldi?" Obid menga tushuntirdi desam, shunda Obid tushuntirdi menga.
aytdiki siz dedi rassom odam emassiz dedi, agar man chizadigan bo'lsam akammi dedi man qo'rqaman dedi chizuv tortishga dedi. Professional rassom shunaqa. Bana o'zini ishini mutaxassisi ham, mashinani motorini ochadigan odam ham avaylab ochadi uni. Biror narsani sindirib qo'ymay, qayerda nima, mana bunaqa. Bilmagan odam tapir-tapir qilib tashlaydi, keyin oxirida yig'omiy xunob bo'laveradi-da. Xuddi shunga o'xshagan. Bu menga ruxsat bersangiz dedi Obid, shu rasmni o'zim bilan olib ketaman dedi. Keyin Obid shuni yechib oldi laqadan, vatmanni olib qog'ozlarga o'rab, o'zi bilan olib ketdi. Keyin oradan yillar o'tgandan keyin bilmadim 25 yil o'tdi, 30 yil o'tgandan keyin Obidni o'sha shaxsiy arxivida o'sha rasmimni ko'rdim. Obid avaylab olib qo'ygan ekan. Shu Sobtaganmi mo'ylovi, to'g'ri bir 6 ta, 8 ta, 12 ta chiziq bor qora qalamda, lekin bunday qaraganda bu Obid aka Sobitu deydi sirasi. Ko'ryapsanmi? Chertalari. Ha, chertalari xuddi o'ziga kelganda, o'shaning uchun aytyapman, bu sohada ham ko'p haligi bilgan, bilmaslar, balkim qalam tortayotgan bo'lsa, chizayotgan bo'lsa, ishi o'xshayotgan bo'lishi ham mumkin. Ana voqeani aytib berdim. Bir olmos topib olishibdi-da. Uni o'sha haligi zargarni oldiga olib kelib, juda qimmat olmos ekan, uni o'rtasidan bo'lsa, narxi 2 barobar oshib ketar ekan. Yaxshi bitta zargarni oldiga olib kelib, mashina o'rtasidan bo'lib bering desa, qo'rqibdi bo'lishga. Yo, men buni qo'rqaman bo'lishga, mayda-mayda bo'lib ketib qolsa nima bo'ladi debdi. Yangi shogirdi bor ekan. Shogirdni chaqirib, mashina o'rtasidan bo'lib bergan debdi. U ham shogirddan borib, tirset o'rtasidan bo'lib olib keldi mana debdi. Xuddi shunaqa narsa. Endi mana hozir qarang, Botir aka, sun'iy intellekt degan narsa rivojlanib ketib qoldi. Hozir o'zingizlar xabaringiz bor, sun'iy intellektda videolarni jonsiz turgan rasm deganingizga singib tushib ketdi. Rasmlarni jonlantirib yuboryapti, rasmlarni gapirtirishyapti, rasmlarni harakatga keltirishyapti. Men o'ylab qoldim-da, bu sal xavfliroq narsa emasmi? Mana masalan sizni misol uchun qo'yib turib, sizni harakatga, gaplaringizni harakatga keltirib, sizni nomingizdan yomon so'zlarni ishlattirib, chunki mana shunaqa narsalar qilish mumkin-ku, bu yomon narsa. Yo'q, u narsa yomon narsa emas, Vohid. Biza u laqadan, u tematikadan, u mavzudan o'tdik biza. O'tganimiz sababi yangi telefonlar chiqib kelgan paytda mana shunaqa narsalar urf bo'ldi. Birovni olib yalang'och ham qo'yib yuborishdi, kimnidir nimani ichida qo'yib yuborishdi. Bu narsadan sekin-sekin xalq baribir rivojlanib boradi. Yillar o'tgan sari bu narsaga, bu sun'iy intellekt ham hali holva, Vohid. Bu sun'iy intellekt hali etalon emas, hali bu predel emas. Hali undan keyin ancha-muncha narsalar chiqadi hali. Bu sun'iy intellekt orqali ko'p narsalarni rivojlantirsa bo'ladi. Xolisa o'tib ketgan san'atkorlarni bir joyga yig'ib turib, kino olish ham mumkin. O'ynab ham berishadi, xuddi o'sha ovozda, o'sha raqada. Buni yomon jihati yo'q, chunki zamon tezlashyapti, zamon oldiga qarab rivojlanib ketyapti. Mana ko'chada ham mana hozir ilgari benzinli mashinalar yurardi. Hozir elektromobil bo'lib ketdi, to'g'rimi? Hali bular ham holva. Ertaga hali uchadigan taksilar keladi. Ertaga uchadigan mototsikllar keladi. Mana o'sha Dubaylarda chiqqan, boshqa joyda chiqqan. Ertaga ko'rasiz, palonchini o'g'lini o'ylantiryapti. Ana keling-ku osmonda uchib ketyapti, bunday qarab qo'yasan. Nechtasi hali simyog'ochga ilinib ham qoladi. Ya'ni haydovchisi chatoq bo'lib, tushunyapsanmi? Hammasidan sekin-sekin. Birinchi vertolyot paydo bo'lganda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Birinchi samolyot paydo bo'lganda oldin halokatga uchraydi. Oldin sinovdan o'tadi, boshqadan o'tadi. Lekin bu sun'iy intellekt ham ana hozir kunimizda hayotimizga kirib kelyapti. Kirib kelsin, ko'ramiz, o'zini laqasiga qarab bo'laveradi. Salomiga qarab alik bo'laveradi. Lekin odamlar sezadi, biladi. Uni men vaqtni yo Botir akasini yo buni olib sun'iy intellekt yomon so'zlar qo'yib bir balodan foydalanadigan bo'lsa, sun'iy intellektligi baribir bilinadi. Endi bizning xalqimiz soddaroqda. Yo. Hozircha sodda deya olmayman xalqingizni. O'sha hamma sohibi aql hozir Abduvohid. Menchi qara, hayotimda inson yuzimga husnbuzar toshib ketdi deganlarni eshitganman. Chunki okey, g'alati mazam bo'lmayapti. Meni qulog'im salmam yoqdamda osilib qolibdi, shuni qanaqa to'g'rilatsam bo'ladi deganlar noligan, ozib ketyapman, yo semirib ketyapman deganlarni eshitganman. Lekin hali shu yoshga chiqib bironta insonni aka meni aqlim past deganini eshitmaganman. Hamma sohibi aql, hamma o'zini bir deb biladi, qolganlarni nol deb biladi. Botir aka, mana ko'p obrazlarni yaratgansiz-da o'zi. Xo'p,
sizni xalqqa tanitgani qaysi biri bo'lgan deb o'ylaysiz? Xalqqa tanilgani o'sha raddomdagi voh-vohay baqirishga bo'lgan. shuni Hayotni bu kuzatuvlaridan, mana biz o'qigan paytda bitta qiziq ish bo'lardi. Men yosh paytimda men yigitlarga o'xshab tushunmasdim men ham. Biz o'qigan paytda 4 yil 5 yil o'qigan bo'lsak, teatr va son san'at institutida har 3 oyda yozgi ta'tilda, yozgi kanikulda bizni provodnilik ishga chiqarardi. Men hayron bo'lardim. Biz san'atkor bo'lamiz, aktyor bo'lamiz deb kirgan bo'lsam, kinoda o'ynashga kirgan bo'lsam, teatrda o'ynayman deb kirgan bo'lsam, bu poyezd yuradigan Toshkent Moskvaga qo'yardilar. Toshkent Moskva poyezdiga provodniga nima aloqam bor meni dedim. Nima aloqam bor? 3 oy ishlardik. Biz qiziqib bo'lamisan deb provodnikda pul ham topardik orasida. Boshqa ham qilardik, qiziqib topardik, boshqa qilardik. Akazivtsa keyin men tushundim buni mana hayotda. Hozir ham shu narsani yo'lga qo'yish kerak ekan. Hech bo'lmaganda Toshkent Moskva emas, Toshkent Xorazm, Toshkent Qarshi, Toshkent Samarqandlarga bolalarni praktikaga, tajriba, amaliyotga qo'yish kerak ekan. Shu hozir nima deydi, professional provodniklar yoniga turg'izib qo'yib, shular ish o'tda bularning maqsadi chiqayotgan nima deydi, passajirlarni, yo'lovchilarni kuzating degan maqsadda. Har xil xarakterli odamlar chiqadi, har xil nima deydi, insonlar chiqadi, ayollar chiqadi, bir nogiron chiqadi, bir to'g'ri, bir g'ilay, bittasini ko'zi bundoq, bittasi xalqqa, ikkinchisi xalqqa qarab turib. U har xil insonlar bor. Chunki Allohimni o'zi chevardi. Allohim shunaqa yaratgan, bironta odam bir-biriga o'xshatmaydi. Tushunyapsan? O'shaning uchun dunyodagi eng katta qiziqchi ham sen bilan meni yaratib qo'ygan Alloh. Ishonmasang ukan, borib oynaga qaragin. Borib oynaga qara. Shu narsani hali ham bo'lsa yo'lga qo'yish kerakdir. Sen aytayotgan o'sha raddomdagi o'sha baqirishga ham nima uchun zo'r chiqqanligi meni hayotiy kuzatuvlarimdan kelib chiqqan. Muqimiy teatrda bir Xudo rahmat qilgur baletda Po'lat degan bir yigit ishlardi. Shu yigit teatrga kirib kelganda nuqul kuzatib qarab turardik. Biz qo'rg'onxona oldida o'tirardik. Hammamiz Hamza Umarovlar, Soyib Xo'jayevlar, hamma Razzoq Hamroyevlar. Shu yigit teatrni darvozasidan kirib kelayotganda g'alati yurib kirib kelardi. Azro olardi u yigit. 2 qadam oldinga yursa, 1 qadam orqaga yurardi. 2 qadam oldinga yursa, 1 qadam orqaga yurardi. Deb biz uni ko'rib hayron bo'lardik. Men o'shani o'zini shunday olganman. Voh-vohay baqirishga deb qo'yilgan. Ko'pchilik aytadiki, Botir aka ichgan odam rolini zo'r o'ynab qo'yasiz deb qo'yadi. Lekin aktyor odam hayotiy kuzatuvlardan qatdan turib oladi baribir. Tushunyapsanmi? O'zidan o'zi u tug'maydi boshqa. O'shaning uchun ko'proq kuzatish kerak yoshlarga. Ali hozir endi san'at institutida unaqa narsalar yo'q-ku. Kim nimani kuzatyapti? Hamma telefonda-yu, hamma telefon kuzatib o'tiribdi. To'g'ri. Hayotni kuzatish kerak. Lekin men bu hozir esimga tushib qoldi, baqirish deganingizga. Tog'li kuyovda shu rostmi? Tog'li kuyovda anaqani rolini mana siz otani o'ynagansiz. Ani o'g'lingiz rolini Shukrullo Isroilov. Yo'q, men uni bilmayman. Kimni o'ynash kerak edi. Lekin Xudo rahmat qilsin, hozir o'tgan bo'lsa Alloh rahmat qilsin. Yo'lchi Ortiqov degan bolaka o'ynatishgan. Uni Shukr o'ynash kerakmidi yo Soyib Xo'jayev o'ynash kerakmidi? Eshmat Toshmat o'ynash kerak edi, men xabarim yo'q. Xudo rahmat qilsin, rejissyor Makshrab kimsani bildi, meni chaqirdi. Bu telefilmni buyurtmasi edi. Ma'lum o'qiganda to'g'risi. Tog'li kuyov ham unaqa hali yetarli darajada etalon katta degan film emas. Bu undan zo'r asarlar bor, undan zo'r kinolar bor. Mana hozir oxirgi kunda o'ynaganim Samarqand afsonasi degan filmda o'ynadim. Rustam Sa'diy bilan rossiyaliklar birga olishib Samarqandda bir hafta 10 kun turib keldim. O'sha yerda menga ishlash jarayonlari, kadrlari umuman film o'z maqsadi, naqalari yoqdi menga. Endi bilmayman, baribir kinoga sen bilan biz javobgar emasmiz, biz ham bilan biz aktyor odamlar biz. Biz o'zimiz joyimizda o'ynab ketamiz. U yog'i nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi, uni shu to'y qilayotgan odamlar biladi. O'shancha o'zbekda aytadiki, uni yegan bilmaydi deydi. To'g'ragan biladi deydi. Chunki qozonga nima tushgani, o'sha nima solganini o'shalar biladi deb ukajon. Tanlagan kasbingizda afsuslangan paytingiz bo'lgan Botir aka? Bo'ladi, afsuslanish ham bo'ladi, xursand bo'lish ham bo'ladi. Endi boshlanishida bo'lsa kerak, menimcha. Yo'q, men hayotda misol uchun mana hozirgi kunda ham bozorga kirsa bizani ko'radi, artistda pul ko'p deydi. Divaynoy narx otadi. Shundan biroz xafa bo'laman, nega unaqa? Misol uchun, bir xil joylarga kirasiz, ishingiz tez bitadi. Tanilgan odamligingizdan xursand bo'lasiz, deysiz, kasbingizdan boshqadan. Lekin hamma kasbda ham o'zining plyusi, minusi bo'ladi u. Bu bor narsa u, hech qanaqa. 20 yoshli Botir Muhammadxo'jayev ko'rsangiz nimadir bir maslahat bergan bo'lardingiz?
ahmoq bola ekansan derdim. Nega? Ha, to'g'risida endi shunaqada endi. 20 yoshda shunaqa bo'lgansiz 20 yosh. 20 yoshli bola mana bunaqada ukajonim qarang. Har bir insonga qulog'ingda bo'lsa eslab qolgin, har bir insonga 40 yoshda aql kiradi. Mana hozir seni yoshing nechida? 50 ga qarab ketadi. 50 ga qarab. Demak, senga aql kirgan. Vaqtda mana 50 ga qarab keldi. Bu ham aql kirgan. 39 yoshu 364 kun bo'lsa, 40 yoshga bir kun qolgan bo'lsa ham hali aql kirmagan bo'ladi. Insonga to'liq 40 yoshda aql kiradi. Ungacha shamol aylanib yuradi. Tushunarsan? O'zicha bu haligi eyforiyaga berilib, men undoq qilib yuboraman deb xayol. Lekin umr qisqa narsa. Bu dunyoda hamma mehmonlik odobini buzmasdan chiroyli o'tib ketish kerak, ukajonim. Tushunyapsan? Mana boya mana bu aforizmlar haqida gapirdi-yu. Aforizmlar haqida gapirdi. Tobutni ko'tarishga 6 ta erkak yetadi ukam. Lekin tobutga bitta erkakni joylab qo'yish uchun bitta ayol yetadi, ukam. Endi o'z-o'zidan yana xotin mavzusiga kelib qoldi. Yana to'y mavzusiga kelib qoldi. Yo'q, to'y mavzusi bilan eng zo'ri ham o'zi xotin. Mana bunaqa yigitlar qaranglar. Dramaturgiyani qonun qoidasi bor-da. Kinoni ham qonun. Ko'pchilik mana kinoni tushunmaydi. Ana kino o'xshamabdi, bu kino o'xshamabdi. Kinoda, haqiqiy kinoda bir yolg'on bo'lmasa, hozir men bilishimcha, aqlim yetsa, bir 5 ta liniya yuradi-da. 4 ta 5 ta liniya yuradi. Sen yurasan, men yuraman, bu yuradi, ani yuradi, men bu yuradi, ani yuradi. Oxirida rejissor uni chiroyli qilib finalga qarab olib keladi. Xuddi ayollarni chiroyli mana quyuq sochli ayol bo'lsa, uzun sochli, shuni sochini o'rganni ko'rganmisan, soch o'riladi, chiroyli qilib. Shunaqa o'rilib, oxirida uchiga chiroyli qilib oppoq qilib plita qilib qo'yishadi. Bilasanmi? Ana shu kino ham xuddi shunga o'xshagan narsa. 4 ta 5 ta liniya yuradi. Hamma liniya bir-biriga chiroyli bir bilan bunaqa boylanib kelib, oxirida finalda kelib to'xtaydi. Hamma narsa finalga xizmat qiladi, ukajon. Baribir men aytayotgan gapim mana suhbatimiz shundan boshlandi. Oxirida shu dramaturgiyani qonun qoidasi bor. Bironta epizod eslam, to'g'ri, albatta badiiy bezak, badiiy aylanib kelishlar bo'lishi mumkin, xayoliy narsalar bo'lishi mumkin, tashqariga chiqib ham bir, lekin baribir dramaturgiya qonunida aylanib kelib, mana shuni atrofida aylanaveramizda, oxirida shuna mikrofonni qo'liga olib, mana o'rtoqlar deydi. Ana shuni dramaturgiyani qonun qoidasi shunaqa. Hamma Shekspirda ham shu, boshqasi ham shu. Musiqada misol uchun 7 ta nota bor-a? Qancha qo'shiq bor dunyoda, qancha muzika bor? Sanoqsiz. Sanoqsizmi? Nega 7 ta ku notasi? Nega musiqalar sanoqsiz? Notani qattiq ishlatishga bog'liq endi u yoqqa bu yoqqa. Endi qara. Dramaturgiyada 12 ta sujet bor. Bo'ldi, undan boshqa sujet yo'q. Musiqada 7 ta bo'lsa, dramaturgiya sohasida 12 ta sujet bor. 12 ta sujetlar atrofida aylanirasan. Bittasi tragediya bo'lsa, komediya bo'lsa, bittasi melodrama bo'lsa, unisi bo'lsa, hammasi bir xil. Mana misol uchun senga qanaqa tushuntiray? Google'ni mana Alifni uylanish spektakli bor, bilasizmi? Piyesasi bor, o'qib ko'rganmisan, o'qiganmisan Alif? Yo'q, ko'rganman. Alifni taniysanmi o'zi kimligini? Ko'rganman, televizor keladi. Alifni taniysanmi? Yo'q. Google'ni taniysanmi? Google'ni taniyman. Ha, Google'ni familiyasi Alifda. Google uni taxallusi. Shuni jenitmasi bor, uylanishi bor. U shaytondan-da o'zi aslida. Lekin shu jenitbaga o'xshagan asarlar qancha ko'p. Mana Muqimida qo'yildi. Dilafrozga 4 oshiq. Shu 4 ta kuyov keladi. U uylashda ham 4 ta kuyov keladi. Otasini qizi Ispandiyor Hasan. Unda ham 4 ta 5 ta kuyov keladi. Boshqa hali hozir aniq Tyus teatri qo'yyapti. Nima hovliga 5 ta kuyov degan. U ham shunaqa xuddi shu. Ko'rasam sujetni bir xil baribir. Xohlasang shundan chiqib keta olmaysan qolibda. O'zing bir narsa yarata olmaysan baribir. Eshitganmisan yo'q, sen eshitmagandirsan. Alisher Navoiyning yubileyi bo'lgan bu. Nima deydi? Buyuk Ipak yo'li to'yxonasida. Uni vaqtda eshitgan bo'lish kerak. 576-yillarimi shunaqa bo'lgan. Shunda yozuvchilar uyushmasi katta tadbir o'tkazgan, osh berishgan. Osh, san'atkorlar, maqomchilar o'tiribdi, boshqa o'sha yozuvchilar uyushmasidan O'zbek Navoga kimdir telefon qilganda, biron bir xonanda bo'lsa, tanib jo'natib yuboringlar degan. Desa, o'sha O'zbek Navoda bir qiz kelayotgan ekan, ismini bilmayman hozir. Kim edi, esimdan chiqdi.
Shu qizga aytganki, shu yerda tadbir bo'lyapti shundoq. Shunda kirib chiqing singlim, yani diskingizni oling-da. Shunda kirib chiqib ikkita aytdim, to'rtta ashula aytib keting. Shundoq degan, qiz ham kelgan. Bular qarasa odamlar, yozuvchilar, Abdulla Oripovlar hamma g'oshlar tortilyapti. Qiz ham sekin kelgan, qarasa mikrofonchilar o'tiribdi, usilitilchi oldiga kelganda, "Aka nima bo'lyapti bu yerda?" degan. Sen bilmayman, yubiley bo'lyaptimi degan. Usilitilchiga ham bilasan, farqi yo'q. Sen mana diskim degan bergan. Bunaqa davron olib borayotgan odam navbati berib yuborgan hali qizga. Sen qiz ham shunday chiqqanda mikrofonga olganda, "Assalomu alaykum" degan. Alisher akam bilan kelib qo'shiq qarasin. Hammani raqsga degan. Yaxshidan boshqa. eshitgan edi Botir akamning og'izlaridan San Navoiy haqida kayfiyatni ko'taradigan chiqdim. Qara, u bizni umr Hazrat Mir Alisher Navoiy bilan bu narsani tenglashtirib bo'lmaydi, kechirasan. Navoiyni o'qish uchun lug'at orqali o'qiladi. Hazrat Navoiyning o'zining farzandlari bo'lmagan. Farzandlari bo'lmagan, lekin bir yigitni farzand qilib boqib oladilar. Bu yigit shunaqangi haligi ko'chaga endi bosh vazir farzandidek xolasa xolamasa, to'g'rimi? Shunchalik ko'cha bezorilarga, ya'ni bangilarga, qimorxonalarga, sharobxonalarga qo'shilib ketadi bu yigit. Oxiri shu darajaga yetib keladiki, o'sha Husayn Bayqaroni saroy degan mashvarat bor, majlislari. Shu majlisdan ham chiqarib tashlashadi. Oldiniga Navoiyning hurmati uchun indamay turishadi, keyin chiqarib yuborishadi. Chiqarib yuborgandan keyin bir kun Hazrat Mir Alisher Navoiy o'zlarining bog'larida o'tirsalar, o'sha haligi bog'bon kim o'sha xizmatchi kelib aytadiki, "Hazrat" deydi, "o'g'lingiz keldi. Kirsinmi?" deydi. "Sen kirsin" deydi. Keladi, aytadiki, u farzandlari, "Ota" deydi, "Men tavba qilib keldim" deydi. Sen Hazrat Navoiyimda qaranglar, "Bolam" deydilar. "Seni tavbalaringdan men tavba qildim" deydi. Mana shu yerda pauza bo'lsa, g'ing degan pashsha uchib yursa, qanday chiroyli. Shuning uchun nima bilamiz biz? Biz hech narsa bilmaymiz, lekin baribir shunda ham bizga yetib kelgan o'sha ma'lumot, og'izdan og'izga ko'chib kelgan narsalar haqida gapiramiz biz. Lekin biz u paytda zamonda bo'lmaganmiz, u boshqa bo'lmagan. O'shaning uchun men tarix yolg'on fan deyman. Tarixni buzib yuborishadi. Matematika bilan fizika bu aniq fan. 2 ni qo'ysang to'g'ri. Buzib bo'lmaydi. Mana bu narsaga jism, mana bu narsaga bunday qilib to'k kulasang, qo'zg'aladi joyidan. Bu fizika misol uchun. Bu aniq fanlar. Lekin tarixi yolg'onligi shundaki, xuddi Amir Temur zamonida bo'lib, Amir Temurni taxtning orqasida turgandek gapirishadi hozirgilar. Mana anaqa bo'lgan, anaqa bo'lgan, anaqa bo'lgan. Saroy mulqonimda kirib kelganman bitta, mana bunaqa bo'lib kelgan, bunaqa bo'lgan. Tushunyapsanmi? Endi asosan mana sizni eng ijodingiz gullagan payti Ko'zgu teatr studiyasiga to'g'ri keladi. Yo'q, nega Ko'zgu teatrdan ham keldim. Ancha ijod qildim. Hayotda bir qilmagan ishlar qildim. Rahmatli O'zbekiston xalq artisti Bahodir Yo'ldoshev meni pesamni, asarimni saqlalashtirdilar. Vaqt miri u men uchun bilasan, men 7-osmonda uchib yurganman. Uncha odamni bunaqa maestro odam, O'zbekiston xalq artisti, qancha mukofotlarni sovrindori Bahodir Yo'ldoshev, kelinlar qo'zg'olonini qo'ygan, yulduzli tunlarni qo'ygan, shali istehkom bormi, nima bor, spektakl qilmagan ish qolmagan. Bahodir akamiz qancha davlat tadbirlarini saqlash, shu odamni nazariga tushib, shu odam meni asarimni, u asarim ham qiziq bo'lgan, yozishga yozib qo'yganman, nimadir borligini bilaman, o'zim bilmayman ichida. Nimadir borligini bilaman, tinchlik bermayapti. Uni Obid akang ko'rdi, rosa kuldi ustimdan. Siz Oybek domlamisiz dedi, u ko'rdi, rosa kuldi. To'xtamrat aka, qo'ysangchi, sen yozuvchi bizsan, qo'ysangchi, nima qilasan, yozib. Bunaqasan dedi. Lekin baribir ishida qiynayapti. U artist qo'liga o'tib bordi, bu miniatyura-yu dedi. Unaqa deyishdi, bunaqa. Oxiri hapsalalarim pir bo'ldi. Lekin oxiri aylanib O'zbekiston xalq artisti Elyor akam Nosirov qo'liga tushdi. Buni Bahodir akaga beramiz dedi, Elyor akam ko'rdi. Aytdi, Bahodir jinnimiz Elyor aka. Mana bunaqa deyapti, bog'. Qara, Bahodir akam qo'liga shunday tushishi bilan javobini olishim kerak uni. U qachon vaqti bo'ladi uni o'qishga? Qachon bo'ladi u katta odam? Ertaga 2da kelgin dedi. Javob olasan dedi. Ertasiga 2 bo'la qolmaydi, vaqt. Qani endi 2 bo'lsa-ku. Xullas borsam Bahodir aka to'g'rida o'tirgan ekanlar. Shunda meni ko'rib qo'llarini haligacha ko'zim oldi, qo'lini uzatib kelyapti menga qarab. Starik, я тебя поздравляю dedi. Men buni asarni qo'yaman dedi. Только Obid topib kelmanga dedi.
Obidga borib aytsam, Obid ishonmaydi. Bo'lishi mumkin emas deydi. Bahodir aka, siz akaningizni qo'ysangiz-chi. Chaqiryapti Bahodir aka. Keyin Bahodir aka chaqirib oldi, kelgandan keyin o'sha Obid shilq etib tushdi. Bir menga qaraydi, bir Bahodir akaga qaraydi, bir menga qaraydi. Men bilmadim deb qo'yaman, bilmadim. Bilmadim. Keyin menga yana bitta yoqqan o'sha spektakl ishlanish jarayonida Bahodir aka o'sha hozirgi ilgari yosh gvardiya, hozir Abror teatrimi, O'zbek Milliy akademiya, O'zbek Milliy drama teatrini hovlisiga tututagiga o'tkazib qo'ygan Bahodir aka. Men ruchka qalam bilan o'sha yerda o'tirganman. Ichkarida Bahodir aka repetitsiya qilyapti, Obidlar, aktyorlar hammasi bilan. Mening vazifam Bahodir aka aytgan kamchiliklarni to'g'irlab, yangi sahna ko'rinishlari kirgizishim kerak yozib. Vohid qatta kallangga nima keladi u paytda? Miya tutab ketyapti. Kirib 3 varaq yozib olib kirsam, 3 varaqdan tepadan 2 qatorgina yozuv qoladi, qolgani hammasi yitilib ketadi. Yana o'tiraman, yana shunaqa chiqardi. Bahodir akadan juda katta maktab oldim. Xudo rahmat qilsin, umrlar nima deydi. Qolgan bolalar umri uzoq bo'lsin. Mana Bobur Yo'ldoshev bilan hozir otasini ketidan ketdi. Bunaqa odamlarga ergashasan-da, buni hozir ham qo'ysa bo'lmaydimi shu asarni? Qo'ysa bo'ladi, qo'ysa. Endi uning uchun keyin uni Samarqand teatri qo'ydi. Samarqand teatriga ancha yil ketdi, Samarqand teatrida maza qilib o'ynashdi. Qo'ysa bo'ladi hozir ham, lekin Bobur oldi mendan asarni. Balkim nasib qilsa qo'yilib qolar. Endi baribir uni asarlarni qo'yish uchun Bahodir akaga o'xshab fikrlash kerak. Men demoqchiman, zo'r narsa yozganman demoqchi emasman, lekin Bahodir aka shuni bir go'zallik dunyoni qutqaradi deb Bahodir aka o'sha bar finalga kelib, shu go'zallik dunyoni qutqaradiga olib keldi Bahodir aka. Men keyin spektaklni ko'rganimdan keyin nahotki Botir shu narsani sen yozsang deb qo'ydim o'zim. Ko'rsan, maza qilasan-da. Yo'q, bunaqa payt maza. Ha, tushunsan, mana sen chizgan rasmingga chiroyli romka yasasa, uni orqasiga chiroyli bir zanjirlar taqsa, uni chiroyli ilib yoniga bitta gullarni qo'yib, uni bir san'at asaridek olib chiqib qo'ysa, vau deysan. Lekin rasmni chizgansan, lekin uni bezagan odam bor, uni olib chiqib xalqqa ko'rsatgan odam bor. Ularning mehnatchi. Tushunsan? O'shaning uchun Bahodir akadan ko'p narsa olganman. Endi mana shu Ko'zgu teatrini bekorga eslamadim-da, men просто mana Obtikamlar bilan birga, To'xtamurod aka mana birga juda ko'p qiziq voqealar ko'p bo'lgan. O'zi mana gapirib berardingiz ko'p. Ha, endi ko'p voqealar ko'p bo'lgan. Endi hozir ko'pi esga keladimi yo'qmi bilmadim. Nima deydi? Ko'p narsalar bor. Sahnalarda ko'p narsalar bo'lgan. Voy. Hayotda. Juda ko'p qiziq voqealar bo'lardi, ko'p bo'lardi. 91-yili o'sha Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsert beryapmiz. Pul almashdi. Esingda bormi sen? Esingda bormi? 50 so'mlik bilan qora 100 so'mlik bo'lardi, almashdi. Ko'chalarda banklarning oldida odamlar tirband, voy hamma. Biz Xalqlar do'stligi saroyida konsert, 3 kundan keyin konsert. Nega konsertni nima bilan boshlanishini bilmaymiz. Bizning vaqtimizga poq etib pul almashdimi? Zo'r bo'ldi dedik. Pulni ko'mamiz degan sahna o'ylab topib o'shada repetitsiyasini qilyapmiz. O'lgur repetitsiya ham boshlana qolmayapti. Sababki Obid mana shu xonaning ichida o'tiribmiz, hammamiz Mirzo o'tiribdi, anta telefonni oldi, anta To'xtamurod degan o'tiribdi, Sobit degan o'tiribdi, men o'tiribman. Obid kira qolmayapti repetitsiyaga. Nima gap dedi u chiqib, nima gap? Desak, yo'q dedi, men dedi kayfiyatim chatoq. Nima bo'ldi? Tegishlikmi? 14 ming pulim bor ekan, uyda hozir shuni oldin tinchitib olay, keyin repetitsiyaga kiraman. Voy onasini, u yoqqa tanishga telefon qilib, bu yoqqa tanishga telefon qilib, boshqa xullas Obidni 14 ming rublini tinchitishimiz kerak. Hamma harakat qilyapti. Bitta telefonni oldi, Mirza o'tiribdi. Mirza rahmatli onasi bilan gaplashyapti. Alo, ona. Yo'q hali. Yo, repetitsiyani boshlamadik hali. Yo. Obid ko'rvasi gapiyat yo'q. 14 ming rubl bor ekan. Va ko'chalarda odamlar tirband. Banklarning oldida ayniqsa, erkakni yelkasiga xotin mingan, xotinning yelkasiga erkak mingan to'polon. Navbat. Va qoplab olib kelyapti odamlar. Yalishtirib olmaydi u. Obid ko'rvasiz mana 14 mingga kichkina pulmi? O'zingizlar tinchmi? Ovqatlanib oldingizmi ona? Ha, yaxshi. Nima? Menda ham bor edi. Qancha? 50 ming? O'limligimidi? Sen To'xtamurod aka anta turib, Mirza, bu 50 mingga Toshkent yarmini ko'mib yuborsa bo'ladi.
Shunaqa gaplar ko'p bo'lardi. Endi qaysini eslaysan? Boringlarga shukr hammanglarni. Chaqirganingizga katta rahmat sizlarga. Boringlarga shukr, umringlar uzoq bo'lsin. Hammanglarning xonadoninglar to'yxona bo'lsin. Qilgan mana bu loyihalar iloyim rivojlanib, elga, xalqqa manzur bo'ladigan bir chiroyli go'zal narsa bo'lsin. Qo'ldan kelgancha menimcha suhbatlashdik-a, vaqt. Men bitta savol berib olsam mayli? Mayli, bering. Mana Savol berish oson, javob berish qiyin. Yo'q, men savolim, siz kitobni ko'p o'qiysiz, yaxshi ko'rasiz. Boshqalarga tavsiyangiz, yaxshi ko'rgan 3 ta kitobingizni tavsiya qila olasizmi? Bitta xatyabi yaxshi kitob, mana buni o'qinglar. Bunda mana bunaqa narsa yozilgan. Chunki bundan o'qisanglar mana bunaqa narsa bo'ladi. Yo'q, kitob o'qish bunaqa narsa. Dunyoda kitob ko'p. Mana shu yerda ham turgan qancha kitoblar bor. Bir xil kitoblar bor, vaqt o'qiyman desang o'zini o'qitmaydi. Ana ochib shuna kitobni olib varaqlab birinchi qavatda shunda borib qarasang, bir oldin 3 ta qatorni shunda o'qiysanda, qolgan harflarga shunda termilsang, o'zidan o'zi harflar yo'q bo'lib qoladi, oppoq qog'oz bo'lib qoladi. Degan ko'pchilik bunday qiladi. Bo'ldi. Kitob o'qishmasdi. Tushunsan? Kitobni ham tanlab o'qish kerak. Hamma kitob ham kitob emas. O'zicha mana bunaqa narsada dunyoda 2 xil yozuvchi bo'ladi, vaqt. Yaxshi yozuvchi bo'ladi, yomon yozuvchi bo'ladi. Tushunsan? Yomon yozuvchi yozaveradi. Bittasi yeb qolar. Yaxshi yozuvchi hech narsa yozmaydi uka. Shuning uchun yozmasin, shular qo'ygin. Kitob orasiga Bahodir akam aytgandek, rasmlarini qo'yadi. Bechalarda ularda nima ayb? Ular ham kitob orasidan termilib turadi, xuddi bir narsa bo'ladigandek. Og'ayni, u kitobni o'qish mumkin, yaxshi asarlar ko'p dunyoda. Endi men hozir palon Pirandellarni olib o'qiylar desam, odamlarga qizig'i ham yo'q. Kitob o'zi individual narsa, nima qiziqtiradi sizni? Misol uchun sizni texnika kitoblari qiziqtiradi. O'qi, ilm bu ham. O'sha uchun Qur'onda ham birinchi so'zi aytganki, iqro degan. O'qi. Tushunyapsanmi? O'qish. Bizda ilgari yoshimizda o'qish bo'lardi, tagiga va Lenin deb qo'yardi. Bilamiding? Shunaqa narsa bo'lar. Gapi boshida Lenin, yo gap boshqa qilib burmayman. Yo'q. Kitobga qaytib kelamiz hozir. Lenin ham o'sha paytda krepostnoy dehqonlarga yer beraman degan. Eshitgansanlar buni? Yer beraman degan. Krepostnoy dehqonlarga yer beraman deb hazillashgan, bilasanmi? aldagan navrot. Aldaganmi? Ana endi pravarda nima bo'ldi? Dehqonlar ham, krepostnoylar ham aldadi. Mana haligacha yer berishmadi Leninga. Bejar yotibdi qolib. Bo'lsa ko'milardi-yu. Ya men boshqa tarafga burdiz demoqchi emas edim. Mayli bu gapni boshida haligi bilgan odam nima bilishini yetmaydi, bilmagan odam gapiraveradi. Nimani gapiramiz, hech narsa bilmaymiz deysiz, lekin ancha-muncha men bu o'ylovdim bu vaqtdan shogirdim boshqa tarafga burarmikin. Ayollar temasida gaplasharmikin biz deb o'ylovdim. Sevgi, muhabbat temasida odamlarga yaqinroq tema. Bu hozir o'zi bilmagan narsaga chuqurlashib ketyapti. Kitob individual narsa. Uni kitobni inson o'zi kim nimani qiziqtirsa shuni o'qishi mumkin. Lekin kitob o'qish uchun hozir unaqa kitob sotib olish ham shart emas. Qo'lda telefoni bor, Android'i bor, mana smartfoni bor. Kirsa internetda hamma kitoblar bor. Lekin uni o'qish uchun juda katta bilim kerak, juda katta saviya, katta farosat kerak. Juda ko'p asarlar ko'p. Juda ko'p asarlar. O'qiyman desak. Qisqarib aytganda, palon kitobni olib o'qiymiz. Bizanikilar topfagan o'tgan kunlar shaytanat bo'ldi. 2 eshik orasi. 2 eshik orasi, yo sariq devnimi deb. Bo'ldi. Shunaqa. To'g'ri. Endi sevgi muhabbat ayollar haqida o'tyapti ekan. Yaxshi mavzuni ko'tarib qo'ydimi? Qani endi bu zo'r mavzu. Sevgi muhabbat kimga yoqmaydi? Ana endi mana sizlar bitta katta xatoinglarni aytaymi? Mana shu ko'rsatuvlarni, podkastinglarni. Mana 3 ta erkak o'tirib gaplashib o'tiribmiz. 3 ta erkak gaplashib o'tiribsanlar, bilmayman nimaga o'xshab, ichingda bitta ayol bo'lmasa. Bitta ayol ham o'tirish kerak. Suhbat shunda qiziydi. Mana shu yerda
keyingi safar shu kamchiliklar inobatga olinglar. Bitta ayol kishi bo'lsin albatta suhbat davrida. 4 kishi bo'lsa, ana shunda suhbat yana ham qiziydi. Inobatga oling vaqtiki. Bizning baxtimizga ayollar sog' bo'lsin. Bu dunyoni boshqaradigan ham ayollar, hamma narsani tepasida turadigan ham ayollar. Tushunyapsizmi? Kelinglar shu boshdan ayollar temasdan oldin gaplashishdan oldin bitta narsani kelishib olamiz sizlar bilan. Bu albatta keyingi mavzular, keyin ko'rsatuv bo'lar, bilmadimmi? O'zi bu dunyoga kirib kelayotganda qayerdan kirib kelgansizlar o'zi? +18. Yo 18+ emas. Buni tan olish kerak. Hamma o'sha yerdan kirib keladi. Hamma aytaman, uni hurmati o'shanchalar muqaddas. Har bittasini ona tug'adi, boshqa qiladi. Eng zo'r mavzu o'sha bu hozir kitob chuqurlashtirib, mani dramaturgiyaga, mani kitoblarga bir balansalarga olib kirmoqchi. Mani u ayolda aylanib yuribman-da, lekin meni uchun eng zo'r tema bu ayollar mavzusi. Ayol haqida gaplashdik. Muhabbat haqida gaplashdik. Sevgi, muhabbat haqida gaplashdik. Bu endi keyingi mavzudilar endi. Albatta, azizlarim shunaqa. Muhabbatning janozasi nikoh ekan. Yashang. Shuni ham bilasizlar. Men biz haligi nikoh haqida gapirishimiz ham, to'y haqida gapirishim ham sababi vaqt ekan ham kelin qidirib yuribdilar, men ham kelin Ana qidirib. o'sha aytyapman, dramaturgiya qoldi. Yana to'yga qaytib kelyapman. Muhabbatning janozasi nikoh. Bu gapimni hozir mana sen aforizmga yo bir falsafaga yo'yishing mumkin. Sababini aytaman senga. Nimaga bu gapni gapirganimni hozir? Mana Tohir Zuhra bor-a? Tohir Zuhra, Layli Majnun, Romeo Julyettalar bor. Ana ularga nikoh o'qilmagan. Romeo Julyettalar qarib ketgan bir-birini soliga yetolmay. Tohir Zuhra bir-birini soliga yetolmay oqib ketgan suvga. Layli Majnun ham yeta olmagan, Majnun bo'lib qolgan. Ana ularga nikoh o'qilmagan. Lekin hozirgi kundagi, hozirgi zamondagi yoshlarning orasidagi muhabbatiga nikoh o'qilyapti-da. Bu nikoh o'qildimi? Demak, mana kelin-kuyov bugun to'y bo'lib o'tdimi, nikoh bo'ldi, to'y bo'lib o'tdimi? Ertalab turganiga ko'z oldida nima kerak? Mana oldida bolalaring bor. Turib chiqib ketaman desa, kuyov nima deydi? Yelkasiga osilib olib qizlar, qachon kelasiz deydi. Yulismon ham aytdi-ku, ashula aytdi-ku, qachon kelasiz, qattasiz, kimlar bilan qattasiz? Men oldin bilishim kerak. Ashula aytdi shunga. Shuning uchun muhabbatni janozasi nikoh deyiladi. U to'ydan keyin muhabbat bo'lmaydi. O'sha kartoshka, piyoz, svetnoy kapusta boshlanadi. Yo'q, Botir aka o'zi mana shunaqa degan ekanda, o'ylab eshitib qoldim. Ayol kishi 3 ta narsani, 3 ta so'zni ishlatmasa, hayotda baxtli bo'lib ketar ekanda, turmushda. Qayerdasiz, kim bilansiz, qachon kelasiz degan so'zlarni ishlatmasa, shu ayol turib oilasi buzilmay baxtli bo'lib ketar ekanda. Erkak kishi ham 3 ta so'zni doim ishlatish kerak ekanda. Seni yaxshi ko'raman. Olib beraman, kiyim chiqib ketdik. Mana shu 3 ta so'z aytish kerak. Vaqt o'zi ayollar, men ko'p gapirganman bu gap. Sen eshitgansan bu gapimni ham. Ayollar hali fanda o'rganilmagan mavjudot. Bular ustida hali olimlar ancha-muncha bosh qotirish kerak. Ayollarning psixologiyasini, o'shancha o'zbekda aytadi-ku, hali ayolning makri 40 to'yga yuk bo'ladi deydi-yu. Uni mayli makridir alohida, bu ayollar hali o'rganilmagan. Mana bitta misol keltiraman senga. Shunaqa ayollar bor hayotda, eri bilan bozorga tushadi. Bozorni nari burchiga to'ras-to'nabga olib boradi. Magazinga olib boradi, adasini qo'l. Mana, men yoqtirmaydigan yubka deydi, ketdi deydi, olib ketadi. Nimaga olib keldi o'tga? Shuni ko'rsatgan olib keladi. Ayollar hali o'rganilmagan fanda. O'shaning uchun baxtimizga ayollar sog' bo'lsin. Ayollar temasini soatlab gapirsak bo'ladi. Bu nozik qo'llar, u shahlo ko'zlar, jilmayganda yaltirab turadigan metall keramika tishlar, erta bahordagi yomg'irlikda kelib turadigan bu sochlar, o'rtoq ayollar, xonimlar, qizlar, qarindoshlar, kundoshlar, sizlar o'sha davno dokazat qilib bo'lgansizlar kimliginglar. Mashina haydashdan tortib kosmosga ham chiqib tushdinglar. Bo'ldi, endi xavat skолько можно. Ko'chada mashinani haydayapti ayollar. Egallar bo'ldinglar elektromobilda hamma yoqda. Milisida ishlayapti ayollar. Qurilishda daji ishlayapti ayollar. Xohlasanglar quryapsizlar, xohlasanglar tug'yapsizlar. Nima qilsanglar qilyapsizlar. Qani u choyxonada yonboshida o'tiradigan. Mana o'tiribdi mana. Ayb bularda o'zi aslida. Ichadi, chakadi. Yarim kechagadir qayerdan sang'ib yuradi, yana yarim kechasi kelib shirin uyqudayotgan xotinni turtib uyg'otib, do'q qiladi bular. Ayolingga do'q qilishdan oldin borib oynaga qaragin. 35 ta qorin, 40 ta ajin. Qaysi ayol davolni bo'lar shunaqa erkaklar? Jonidan to'ygan ayol. Sizlar bizani boshimizga qo'ngan baxt qushimiz sizlar. Salomat bo'linglar ayol. Baxtimizga ayollar sog' bo'lsin.
Botir aka Rahmat. sizga katta rahmat kelganingizga, Salomat sog' bo'ling. rahmat. joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Boringlarga shukur. Endi nima deydi, bugun ancha mana maza qildik. Iloyim. Hamma yaxshi narsa oz bo'ladi, soz bo'ladi. Ha. Ha. Oltin oz bo'ladi, suhbat ham soz bo'ladi. Deydi shunaqa narsa, ukajonim. Rahmat, boringizga shukur aka, sog' bo'ling. Umringlar uzoq bo'lsin. Rahmat. Bizlarni ko'rib turganlarga ham katta rahmat. Suhbatimiz agar manzur bo'layotgan bo'lsa, albatta haligi kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Yana chiroyli suhbatlar qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar hamisha. Rahmat hammanglar. Kuzatishda davom etinglar shu yigitlar. Rahmat. Necha minut yozding? 1 soat. 1 soat 5 minut. Yetadi, shu chotki. Chotki 1 soat bo'lgan bo'lsa, bundan ortiq nima bo'lsin yana?